majoziy bir nimadagi hikoya. Bir ikkita chelak bor ekan. U chelaklarni olib bir suvchi yigit daryodan suv olib xizmat qilgani uyga har kuni suv tashirkan edi. Ikkita qo'lida chelak bilan. Shu chelaklarning bittasi biroz teshig'i bor ekanda. Keyincha yarmi to'kilib qolar ekan. Bittasida to'la kelar ekan, bittasi yarim bo'lib qolar ekanda. Bittasida to'la kelar ekan, ikkinchisi yarmi bo'lib qolar ekan. Bir kuni boyagi chelak aytibdi: "Ey yigit, meni kechir" debdi. "Seni har kuni avora qilaman. Bu chelak to'la kelar ekan, men yarim kelaman. Nima qilay? Urinib qolganman. Ozgina suvim to'kilib ketyapti. Qancha ushlab turishga urinaman, lekin hech qo'limdan kelmayapti. Sen meni kechirgin, haqingni halol qilgin" debdi. Yigit indamabdi, kulib qo'yibdi. Oradan yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana suv olgani borsa, "Ey yigit" debdi, "Men sendan yana kechirim so'rayman. Sen meni deb ko'p qatnashga majbur bo'lyapsan. Agar men shu teshigim bo'lmaganda edi, men ham yonimdagi chelakka o'xshab hamma suvimni ushlab turganimda edi, balki sen kamroq harakat qilgan bo'larding. Haqingni halol qilgin. Men juda ham ichimdan nima bo'lib ketyapman. Menda bu xislat borligidan, bu kamchiligim borligidan" desa, boyagi yigit aytibdi: "Sen ketayotganda" debdi, "yo'lda" debdi, "gullarga qarab ketgin" debdi. Ketibdi, manzilga yetgandan keyin yana aytibdi. Uzr so'raverdi-da endi, "Kechir meni. Yana mana yarim bo'lib qoldim. Hech ilojini qila olmayapman. Baribir to'kilib ketyapti" desa, "Sen yo'ldagi gullarni ko'rmadingmi?" debdi. "Yo'q, ko'rmadim. E'tibor qilmadingmi?" desa, "E'tibor qildim gullarga. Agar seni o'sha teshiging bo'lmaganda edi va men seni bu sendan suv tomayotganini bilib, u yerga nimalarni, gullarni urug'larini ekib chiqdim. Va har kuni sendan suv tomarkan, u gullarni sug'ording sen. Ya'ni sen bundan hech xafa bo'lmagin. Ya'ni sendagi bu kamchilikdan. Haqiqiy do'stlar shunday bo'ladi. Do'stini kamchiligidan, singan nuqtasidan undiradi. Sen u gullarni o'ng tomonda ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rdingmi? Har narsada bir xayr bor. Lekin biz ko'p hollarda mana shunday o'zidagi holatdan tushkun bo'lib, noumidlikka berilib, hech odam bo'lmadim-da, hech o'zimni tuzata olmadim. Hech tarbiyali bir odamdek harakat qilmayapman deydigan odamlarni uchratib qolamizda. O'zidagi kamchiliklardan o'ksib yurgan, norizo bo'lib yurgan, nadomat chekib yurgan odamlarni ko'ramiz. Va ularga xuddi suvchi yigitdek do'stlar kerak-da. Ularni o'sha nuqtalaridan undiradigan, o'sha o'zlariga ham sezdirmay foydali tomonga burib yuboradigan do'stlar kerak bo'ladi. Siz ham mana shu umuman shu haqida ham fikringizni bilmoqchi edim. Umuman tushkunlikka tushish, noumidlik, bunga sabab bo'layotgan biz yashab turgan hayotdagi nuqtalar, bundan qutulish dinimizda nima deyiladi bu haqida, shular haqida fikringiz. Tushkunlik, noumidlik. Yana bir to'ldirib ketay mana shu joyini, yana ham savol tushunarli bo'lishi uchun. O'zidan norozi bo'layotgan odamlar xato qilishga moyil bo'ladi. Doimiy o'zidan norozi odamlar, kamchiligim bor, deylik, pulim yo'q, ishim yo'q, hurmatim yo'q, uyim yo'q, bunim yo'q deb yurgan odamlar xato qilishga, insonlar o'rtasidagi munosabatlarda ham, Alloh bilan o'rtasidagi munosabatlarda ham xato qilishga juda ham moyil bo'lishadi. Shuning uchun bu juda ham xavfli. Aslida bir insonni bir kemtigi bo'lishi, buni hech og'riqli nuqtasi yo'q. Hamma ham Alloh qanday yaratgan bo'lsa shunday. Lekin bunday odamlar bunday sifatlaridan norozi bo'lar ekan, o'zidan rozi bo'lmaskan, mavjud bo'lib turgani, oid bo'lib turgani jamoaga ham ziyon yetkazishadi-da. O'shaning uchun bu juda ham muhim. Buni tuzatish, buni davolash muhim demoqchiman-da.
norozilikdan qutulish shu qadar muhimligini aytyapman. Ziyon faqat norozi insonni o'ziga emasda, uni kim o'rab turgan bo'lsa hammasiga. Masalan, men norozi bo'lib tursam, siz meni oldimda rozi bo'lib tursangiz, men doimiy o'zimdan bu kayfiyatni tarqatib tursam, norozilik, tushkunlik, siz hayotingizdagi sizni xursand qilib turgan narsalardan oxirigacha bahramand bo'la olmaysiz. Bir misol o'laroq aytaman.